Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisiz? Men Mehmet. Yeni bir qism videoni ishlab addilan bir video tartib qoldik. To'g'ri tushungaysizlar. Ammo bu qism videoni quruq gap bilan tugatmaymiz. Videoni oxirida sizlarga sovg'atim bor. Endi videoni boshlaylik. Bu videoni tartish asos maqsadimiz shu: hayitlar muborak bo'lsin, oyinglar muborak bo'lsin. Hayitlash uchun, muboraklash uchun bu videoni tartdik. Lekin hozir men uyda emas, barliq video tartish asboblari menimcha uyda qog'ozga shunga işte haddilan telefon tartibimi to'g'ri tushungaysizlar. Hammamiz yana bir qilmoqda bir sevginishchilikka bir hayotni o'tkazyapmiz. Hammamiz shu, sizlarimiz shu. Ammo sevgindik, ayrıldık, u bu deb ko'nglimizni yerim qilib tushkunishib yurmayli. Hammanglarniki hayotim muborak bo'lsin, oilanglar iliq ijil bo'lsin. Sağlamlık kutlu olsun, hoşarlık kutlu olsun. Yazan getirin, yantırıp yüzü var kompüterim var. Bu video yine şu tağdan bağdan paranlar şeykisi koymuyorum. Asası pek peydahan bir geplermi yok. Birisi şu pek düşkülüşüp ketmeyli. Keyfiyatımızı yaşıtlaylı. Çünkü bazı uyg'urlarni ko'ryapmiz, tushkunlashib, qaqshab, yatkın shu men nimdab bundaq bir kelib qoldim, nimdab yaqinlarimdan ayrildim, nima uchun turmushim shundoq, nima uchun men pul topamayman, nima uchun xizmatim yaxshi bo'lmaydi deb javob qiladi, ko'p desak bo'ldi. Haqiqatan shundoq shu. Ammo siz har qancha qaqshsangizmi, quyosh yine o'xshash shu sharqdan chiqib tarqib ketadi. Bir kun yine o'xshash o'tadi. Bir kunligingizni qayg'uli o'tkazsangiz o'tadi, shu xo'shallik o'tkazsangiz o'tadi-ku. Shunga bir kunimizni bir yaxshi o'tkazishga tirishaylik. Evet, yangi bir kun boshlandi, ham bayram bilan boshlandi, ro'ziyatimiz bilan boshlandi. Kayfiyatni tek nachar qilib ketmaylik. Xudoyim do'sti, yangi bir kunlik plan o'tkazaylik. Tuzib shu yangi bir kunni nihoyat bir ma'nilik, ahamiyatlik, mo'l usulliq bir kun qilib o'tkazishga tirishaylik. Biraz kitap ko'raylik, biraz bilim o'rganaylik, biraz til o'rganaylik, siz turgan davlatning yosh tilini o'rganaylik. Çok uyg'urlarimiz bor. Doktorxon berib o'zini dardini anlatolmay, tushuntirolmaydi, bildirolmaydi. Doktorlar ishga qildi, kontraktdan yenib chiqdi. Misal yashayotgan necha yil, 7-8 yil, 5-6 yil bo'lganlarmi doktorga o'zimdan keyin ishimni tushuntiramadim deb yenib chiqdi. Men o'sha deb uchur qildi Alloh. Yani ularning aytgani emas. Bir narsani o'rganaylik. Vaqtimizni bekor o'tkazmaylik. Hammamiz bir maqsaddan chiqdik chetlarga. Ammo birlik borgandan keyin cho'qim shu deb bir tilni bilishimiz kerak. Bu ham shu dek bo'lgan hurmatimiz bo'ldi, ham yashashimiz uchun texnik qulaylik yaratgan bo'lamiz. Biraz chiniqib beraylik, har kunda 10 minut, 15 minut degandek. Asta boshlaylik. Yangi bir kun boshlandi. Bunda desam bir xil bu quruq gapotdi deb o'ylab qolmanglar. Asta boshlamasak, bir kun boldir boshlasak bir kun yaxshi emasmi? Shu. Başqa pekaydan gaplarım yo'q, chunki har qism taqdim bo'lgan gaplarimda men 7-8 temam bor deb sizlarni beshinglarga ortishim mumkin. Bu video asosan shu aytgan muborak bo'lsin deb tartishim. To'rdashlardan yaxshi inkaslar kelyapti, qo'llar jihlatdi, tezda so'ratgan to'rdashlarni jihlatdi. Biz amalda shu to'g'ri yo'lni tez berish tirishyapmiz. Sizlarni tartibmay so'rasanglar bo'ldi. WhatsApp nomerimni qo'shsanglar bo'ldi. Videoni ostiga yozib qo'ygandim. Da to'rdashlar WhatsApp numarini topolmadim deb dedi Alloh. Aslan shu videoni aslan kelgil bo'ldi. So'ragan chog'da amalda shu tafsiliy o'zining ahvolingizni, egizligingiz, og'irligingiz, kasbingiz, alomatlaringiz, do'rishib bo'lsa do'ringiz, boshqa kasalligingiz bo'lsa, ularni ham tafsillab bersangiz, biz shuni qanday yaxshi maslahat beramiz. Bizning to'rdashlarimiz yaxshi asta shuni tunish boshlabdi. Tunigan degan shu to'rdashlar uchun qaytaroq vaqtimda iliq savollarimni ben savol avatmay turibman, ular shu o'zini ahvolini tafsillab beradigan bo'libdi. Xush bo'ldim unda. Ishqilib, o'zimizni yaxshi asraylik. Sizlarga rost tayyorlagan sovg'atim
Şu videonun aslında bir adres avatib qo'ydim. Kunlik plan deb bir jadval tuzib qo'ydim. Rasmlik jadval. G'oyat chiroyli qilib layladim. Men o'zim laylashga bunaqa emasman. Uchun laylab qo'ydim. Shu kunlik planingizni ichiga yozib qo'ying. Masalan, uni A4 qog'ozda shu cho'ng kichik yasab qo'ydim uni. Shu shaklda bor. Qolgan birisini tushirib, aslında ya ranglik ya rangsiz shu besib chiqarib Әтіке, тәпсілі лайлап қойдым. Әтік қылдыған ішіңізні saat 7-dən 8 maaşını qılma, 8-9 maaşını qılma. Ma tamaqlar qilishim mumkin. Ma planim, ətik planim mavu, nişanım mavu. Ətik qılmısan bo'lmaydigan ishlarni ma bir qanchasi bor deb shu bo'sh yerlar bor, hammasi yozib qo'ysangiz. Әті siz mana shu planlagan ishlaringiz, nişanınız, Minki bir varaq qog'ozning ichida 150 ni amalga oshira olsangiz, siz shu bir qozongan bo'lasiz. Qozongan bo'lasiz. Chunki buni deyishim sabab dunyodagi nini qozongan kishilar mushtaqilib bir kunlik planini shu soat, minutdan sekundgacha shu aniq ayirib shunga ijro qilganlar shu natija qozonadi. Buni bir qism kishilarimiz bilamiz, ham lekin bir qism kishilarimiz buruqdan o'tib qoldi. Bir gün bo'lsa, saat 7'den saat 10'gacha maaşını qilsam deb. Adam 3 saat, 4 saat to'xtamay qilmaydi. Ammo qancha vaqtingizni qancha inchga ayirgansiz, texm inchga ishlatasangiz, ular ijro qila olsangiz, shuncha yaxshi naf ola olasiz. Bir kun vaqtingizni shuni yaxshi foydalanasiz. Kim vatandagi bir Uyg'ur yosh bolaning bir kitobi atayliqi vaqtni boshqarish deb ismini o'tqatmay ayolim qo'l ko'rdi kitobni. Aslında o'xshash dunyoda mesela yaponliklar, Yevropadagi natija qozongan kishilar, Amerika natija qozongan kishilarning ko'pincha shunda. Yaponlarning aslida bir hikoyasini olgandim. Bir hikoyasi emas endi. Bizning Yaponda o'qigan bir qiz albatta. O qiz tanish menga misol Yapondagi tajribani deb bergach, nima degan desangiz, bizning bir professor bor edi. Yashi cho'ng 60-63 atrof o'xshaydi. Bu professorimiz hattoki 6 oydan keyingi paloni bir kunlikki saat manchida maaşım bor deb shuni hatto kichik deb turgizib oldi ekan. Shunchalik darajaga ko'nikibdi shu ishlarni planlab qo'yishga. Shon bizning Uyg'urlarimiz shu ashuni ko'nishimiz kerak. Mayli yeshangiz qancha bo'lsin, 40 pulun, 50 pulun, 60 pulun, bir kuningizni planlang. Bu faqat bir jadvalni chiqarib, masalan, soat 8-9 mani qilma, 9-10 mani bu kichik palani ishi deb o'ylama. Kichik palani yashlanishi deb o'ylama. Bu biz men masalishim cho'ngib qoldi. Bu har qaysi yosh kishilarga tushunuvchi. Siz ashta qilgandilar bir kuningizni yaxshi o'tadi. Chunki bir kun o'tsa bir kun o'limga yaqinlaymiz. Qachon o'lib ketishimizni uqmaymiz. Alloh saqlasin, ilm rizqimiz bor ekan, Allohga shukr desak bo'ldi. Ilm yashayapmiz, ilm videoni ko'ryapsiz. Chiqib ketib qoldim shu. Agar birisi kelib sizni kamsitib, agar siz shu jadvalni chiqardingizmi deyli. Siz yozdingizmi deyli. Biroz kelib sizni mazoq qilsa, agar u mazoq qilgan kishi uyingizdagi birisi bo'lsa, uni tushuntiring. Men degan narsani siz tushungan bo'lsangiz, siz tushunchangiz bo'yicha tushuntiring. Masalan, jadval tuzib qilsak yaxshi bo'ladi deb tushuntiring. Sinab qiling. Agar sirtdan kelgan birasi yoki atrofingizda biror tanishingiz, do'stingiz, voy, adresan kichik bola ish ketibsa, nima qilaman bu? Voy, qayrqon ishing yomsa, unda qilsam bo'ldi. U bu desa, uni yiroq turing. Qanchasi yiroq turing. Chunki u sizniki texnik yaxshi turmushga intilishingizga ancha e'tibor bermaydi ekan. Deydiganim shu. Aslidagi adresdan bizning to'g'ri bekatniki shu dan tushira olasizlar. A4 qog'ozda ushbu shaklda keyin texnik qilamiz. Ham biroz planlar bor, xudoyim bersa keyin shunda o'rganish planlarining jadvali, haftalik jadval, oylik jadval, yillik plan jadvali, andan keyin shu kichik bolalar tug'ilgandan keyingi sog'lomlik jadvali, masalan, bu qanday o'zgaradi, sizning bolangiz qanday qilib yuz olgan jadval siz yoza olasiz, to'ldira olasiz-chi. Andan 10 oylik homilikniki jadvali, kasallik ishlarniki yemek jadvali, qatorliq jadval tuzish planlarimiz bu faqat hozir qilingan mush planlarning bir kichik bir qismi boshlanishi. Shunga jim turmayli, midirlayli, harakat qilib turli. Siz kuchlansangiz, siz o'zingiz kuchlansangiz, oilangizni kuchlantira olsangiz, asosan atrof Uyg'urlar yordam bera olsangiz, bizning millatimiz yaxshi asosan kuchlanadi.
Şunu özümüzden başlayalım. Oldum sen bana ayın mübarek olsun, ayın olan mübarek olsun. Eğitim soğukam adli olsun, yaxşı görüşüne ümit kılma. Görüş selamet ola, Allah'a emanet.